Minecraft, lekin har daraja oshgani sari menga randomli narsalar berib boriladi. Meni maqsadim esa Ender ajdarni yo'q qilish. Bu video juda ham epik bo'ladi. Bu videoning boshlanishidayoq bu kanalga obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqchaga ham bosib qo'yinglar. Videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Yana yeyishga nimadir oling. Chunki juda ham qiziqarli bo'ladi. Qani unda let's go! Demak, men yangi dunyo yaratyapman. Zo'r. Qanday joyda paydo bo'libman. Epic. Короче, bu somonni olamiz. Mayli, qo'ya olmadim, pastga tushib olish kerak. Mana men tushdim. Bu narsalar olaman, chotki. Bu narsani sindirib sizlarga demak chiqib olish kerak. Chiqib bo'ldim, menga cho'plar kerak. Cho'plarni esa men bu kustik degan narsalarda olaman. Zo'r. Demak, mana men kerak narsalar oldim. Endi esa verstak kerak. Kerakli narsalarni yasab oldim va men galimni kaktus bilan yo'q qilaman. Go. Короче. Ko'ramiz. Shunaqa qilib men uni yo'q qildim. Ko'ryapsizlar, kadrlarda bu juda ham ko'p vaqt oldi aslida. Ammo mayli, qiziqarli bo'ladi. 5 dona temir tushdi va men sonlarni yig'ib chiqaman. Ketmon yasab olib. Let's go. Demak, men mayda kuznets topdim. Shu yerda bilmadim nima bor ichida. Qanonni ko'raman. Judayam chotki nonlar. Video ne chiqmayapti desanglar, просто mayda ko'p vaqtim ketdi-da montajga. Mayli. Yotoqlarni oldim. Bu menga kerak bo'ladi. Ajdar bilan kurashayotgan. Endi esa lava ko'lini topishim kerak. Bilmadim qayerda topaman. Let's go. Demak, mana men lava ko'lini topdim. Endi yana qishloq topib oldim. Menga hali temirlar ham kerak bo'ladi. Mana temir topib oldim. Bu yerda nechta? Yaxshi, 5 dona. Yana naryoqda bor edi. Uni ham oldim. Короче, mayda suv bor ekanda, qandaydir buglar tufayli agar yondagi blokka sindirsa, bagi yo'q bo'lib ketar ekan. Bu nimadan? Kommentariyalarga yozib qoldiringlar. Mayli, endi esa galimni yo'q qilish kerak. Demak, men uni yo'q qilib bo'ldim. Tepaga chiqib olish kerak. Mayda tovuqlarni ham yo'q qilib olsak, 1-darajaga chiqib olamiz va bizga qiziq o'shanda nima berar ekan. Demak, 1-darajada menga terakota berdi. Zo'rmas-u, Minecraft menga omad bermayapti. Omadli emas ekanman. Mayli. Temirlarni sindirib olish kerak. Zo'r. Chotki hammasi. Yana temir topdim va yana bir dona temir topdim. Yana temirlar topib oldim. Bu yerda juda ham ko'p temir ekan. 2-darajaga chiqib oldim va menga lazurit berdi. Lazurit menga kerak emas-u. Mayli, 3-darajaga chiqib olaman. Nima berar ekan? Zo'r. Demak, menga mana bu mayda brevno, bledna va sada bor ekan. Bilmadim nimaga kerak, ammo u menga kerak emas. Nimadir zo'r narsa beradi degan umiddaman. Kerak, 4-darajada menga varonka berdi. Bir omad kulib boqmayapti-da menga. Nimadir chotki narsa bersa zo'r bo'lardi. 5-darajaga hozir chiqib olaman. Agar hozir nazarit nimadir bersa, demak menga nazarit qilish berdi. Bu menga juda ham yoqyapti. Axir nazarit qilish o'zingizlar tushunasizlar degan umiddaman. Mayli. Demak, pechkalar yasab oldim. Barcha temirlarni eritib yuborish kerak. 2ga bo'laman. Yaxshi. Endi esa men bu uglni 2ga bo'lib sovordim. Demak, men ozgincha AFKda turmoqchiman. Let's go. AFKdan chiqib
bo'ldim. Anchagina vaqt lekin turdim. 20 minutmi? Kerakli narsalarni olaman va biz 7-darajadamiz. Shu manaqa lava ko'ldan o'zim aslahalar yasab oldim. 6-darajalarda menda nagrudnik tushdi, olmosli va kapelnik tushdi, ammo men kerak emas. Mayli, Nezerga portal qurib yuboramiz. Mana qurib bo'ldim. Keraksiz narsalarni u yoqqa sandiqqa tashlab yubordim. Endi esa Nezerga ketdik. Let's go. Demak, mana Nezerdaman. Menga oltin kerak bo'ladi. Oltin esa bu yerda yo'q ekan, yonimda. Faqat kvarts, ko'ryapsizlar, kvarts. Mayli, oltin topgandan keyin sizlarga qaytaman. Demak, mana men oltin topib oldim. Barchasini yig'ib olish kerak. Mana men 11-daraja va menga mana narsalar bergan edi. Mayli, men endermenlarni o'ldirib tashladim va ender marvaridlar oldim. Mayli, endi esa qizil qalla topish kerak bo'ladi. Qanday? Let's go yana bir marta. Men mana topdim. Blaze spawneri prям mashta tagida va tagidaman, ya'ni ammo menda lavani yopib tashlash kerakda, вообще olmadim. 3000 ta top tashladim. Endi esa men ifritlarni o'ldirib tashlash kerak, chunki menga ifrit tayoqchasi kerak bo'ladi. Blaze tayoqchalarni mayli, keraklicha yig'ib bo'lgandan keyin sizlarga qaytdim. Demak, men ko'p oldim. Endi esa oddiy olamga qaytib olib, menda bitta narsa topdim, ya'ni portal. Bu yerda yana qishloq topib oldim. Mayli, menga qishloq kerak emas. Portal prям tagimda, faqat o'qi boshqa joyga qarayapti, ammo men aynan shu yerda yo'qoldi. Unda kovlaymiz. Mana men portalni ham topib oldim. Endi esa mana narsalar qo'yib olish kerak. Saqlab oldim. Chotki, ana shu narsalar tashlab yuboraman. Ajdar yoniga chiqdim. Endi esa menga ender marvaridlar kerak bo'ladi. Darajam olarman. Mayli. Men bu barcha narsalarni olish ya'ni marvaridlar qarashim 5-daraja va menga super oltin olma tushdi. Bu judayam chotki. Короче, mayli. Demak, unda oltin olma yeb oldim. Tepaga chiqib bloklar yetmay qolyapti-yu, mayli, kristalni yo'q qilaman. Prosta menda nimada ip yo'qda. Kamon yasab olishga mayli, portlatib tashladim. Chotki. Boshqa kristallarni ham endi yo'q qilib tashlayman. Barchasini chotki. Unda eng oxirgi blok qo'yib oldim-u, zo'r. Endi esa men bu kristalni yo'q qilib tashlayman. Ajdar вообще tipir tashlayapti menga. Mayli. Короче, unda antga otib yuboraman. Bloklar qo'yaman. Chotki, zo'r. Chiqib oldim. Endi esa bu narsani sindirib, portlatib tashlayman. Chotki. Endi esa boshqa kristallarni ham xuddi shunday qilish kerak. Mayli, unda yo'q. Ajdar o'ldirib tashladi. Mayli. Men paydo bo'ldim va men shu narsalarni olib saytga borib olishim kerak. Mana chaqaloqlar chaqaloqlar yoqadi menga, faqat men Minecraftdagi yoqmaydi. Mayli. Endi portalga boramiz. Mana shuncha payt zapis bo'lmay qoldi. Mayli. Bu narsalarni sindirib portlatib yuborishga menga yana totem tushgandi. 7-darajaga. Mayli, endi ancha tomon bloklar qo'yib tashladim. Chunki yetmay qolyapti. Bir blok yetmay qoldi-yu. Endi esa men bu nezarakni olib, qana qilib portlatib tashladim. Endi esa men bu
Bu yoqqa otib yuboraman. Zo'r, Nezarak yetdi. Men bu narosda bormi? Mayli, shu listvaniyam qo'yib, eng oxirgi kristallarni yo'q qilib yuborishim kerak. Cho'tki bo'ladi barchasi. Endi esa men maydaman. Bu yoqqa blok qo'yib bo'lmas ekanu, mayli. Bundoq qo'yib, unda mana bunaqalar qilib, o'lishimga ozgincha qoldi, ammo menda totem bor. Mayli. Oxirgi kristal qoldi. Bilmasdan ender pearlni ishlatib yubordim, mayli. Короче, unda kristallarni yo'q qilib tashlayman. Bunda otaman cho'tki bo'ladi degan umiddaman, o'ldirib tashlaydi degan umidda emasman. Yo'q. Krasota. Minus totem. Mayli. Hozir men nima qilishni bilmayapman-da. Orqamda enderman qo'yapti shekilli. Mayli. Hozir urushga boraman. Men atayin escape'ga bosib qo'ydim. Mana demak otib, men endernak qo'yaman va ender kristalni yo'q qilib tashlayman. Cho'tki eng oxirgisi qoldi. Uni men yo'q qilib tashlayman. Hali ovqat yeb olish kerak. Va otib endi shunda otib boraman. Shu atrofda yuribdi-da. Shunisi menga yoqmayapti-da. Tashib boradim debman-da. Mayli. Blok qo'ydim. Endi tepaga chiqib olamiz. Endi esa kristal minus. Eng oxirgi kristal. Shuni ham yo'q qilib tashlayman. Qanonda bilmay qoldim. Mayli. Mana men yana paydo bo'ldim va hamma sakrash yoqmayapti. Mayli. Endi esa qaytib bordim, ya'ni bo'ldim, ovqatim kerak. Men bu yotoq qo'yib, spawn point qo'yib oldim. Shu narsani oldin qilmagan ekanman. Men sakrab boraman, chunki вообще yoqmayapti, jon ketayotgan. Hozir kim bilgan bo'lsa, hozir nima qilaman? Bo'shliqqa sakraboraman. Короче, men yoqmayapti-da urana olish. Mayli, mana kelib bo'ldim, paydo bo'lib. Yaxshi. Unda narsalarimizni olib olishimiz kerak. Mana barcha narsani olib oldim. Endi esa ender ajdarni yo'q qilib tashlayman. Cho'tki oxirgi kristalni yo'q qilib tashladim. Cho'tki pastga tushib buni yo'q qilaman. Demakki yo'q qilib tashlayman. Ha, otvordi, tushishini yana kutish kerak. Mayli. Demak, yotoqlar umuman yordam bermayapti. Ajdarni esa yo'q qilib tashlayapman. Короче, men bu ajdarni yo'q qilib tashladim. Yana zapis bo'lmay qolibdi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Bir xil joylarga uzr so'rayman. Uni montaj orqali ham hech narsa qila olmadim. Bu kanalga obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqchaga ham bosib qo'yinglar. Sizlar bilan men bo'lsam barchaga xayr.